Bugun kayfiyatni boshqaruvchi gormonlar va ularni qanday ko'paytirish kerak haqida gaplashamiz. Birinchisi bu endorfinlar. Endorfinlar og'riq qoldirish ta'siriga ega bo'lib, bu stresslardan olinadigan og'riqlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Bu gormonni sport bilan shug'ullanish, yoga bilan shug'ullanish va o'zi yoqtirgan ish bilan mashg'ul bo'lish orqali ko'paytirsak bo'ladi. Ikkinchi gormon bu serotonin, ya'ni kayfiyat stabilizatori ham deb ataladi. Bu gormon sayohat qilganimizda, yaxshi uxlaganimizda, birov bizni maqtaganda, olqishlaganda bu gormonning miqdorini ko'paytirishimiz mumkin. Uchinchi gormon bu oksitotsin, ya'ni sevgi, muhabbat gormoni deb ataladi. Bu gormon kimgadir sevgi izhor qilganimizda, kimnidir quchoqlaganimizda, mushukni silaganda, massaj qilganda bu gormonni ko'paytirishimiz mumkin. To'rtinchi gormon bu dopamin. Dopamin motivatsiya, maqsadga erishtiruvchi gormon hisoblanadi. Bu gormon qo'shiq eshitganimizda, birorta yangi o'zimizga foydali bo'lgan narsalarni o'rganganimizda va oldimizga maqsad qo'yganimizda bu gormonni ko'payishi kuzatiladi. Azizlar, badlar, vitaminlar, magniy, B6 yoki turli xil sehrli giyohlarni ichib kayfiyatimizni ko'tarishimiz shart emas. Biz o'zimizdagi bor narsani ishlatishga harakat qilishimiz kerak.